Men o'lishimga ishonadigan odamman. Ertaga o'lganimdan keyin minglab, millionlab odamlar, 38 million odam meni yoqamdan oladi. Rasul Kusherbayev tizim ichida turib, eng murakkab holatlarda ham muammolarni aytib chiqishga jur'at qilgan yagona inson bo'lib qolmoqda. Salom aziz do'stlar, bugun sizlar bilan biz juda muhim va ochiq suhbatni tahlil qilamiz. Rasul Kusherbayevning yaqinda bergan intervyusi ko'pchilikda katta muhokamaga sabab bo'ldi. Men bugun uni shaxsiy fikrlovchi va jamoatchilik tahlilchisi sifatida imkon qadar obyektiv va huquqiy jihatdan xavfsiz tarzda sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Undan avval kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agarda bu borada sizni fikringiz bo'lsa, adekvatlik bilan va yana muqaddas yurtimizning kelajagi va farovon hayoti uchun chiroyli fikrlarni qoldirishingizni so'rab qo'yamiz. Va ushbu videoni do'stingizga ham yuborib qo'ying. O'sha intervyuni kelinglar avval kuchli tarafini aytib o'tish kerak. Bu yerda aytib o'tilgan shaxsiy fikrlarning kuchli taraflari shunday edi. Birinchisi va eng muhimi. Bu yerda aytilib o'tilgan joylardan vijdon va shaxsiy mas'uliyat masalasi bor edi. Bunga juda ham ko'pchilik ahamiyat bergan bo'lsa-da, lekin asl mazmun mohiyatini to'liq tushuna olmaganlar bo'lsa kerak. Lekin u yerda Rasul aka ochiq aytdi. Ertaga o'lganimda 38 million odam meni yoqqamdan oladi. Shu joyni men sitata qilib aytayapman. Aslini olgandachi bu juda ham kuchli fikr. Ba'zilar bu fikrni umumiy qilib olsa-da, lekin mana shu fikrni o'ziyoq insonning shaxsiyatini va ruhini qanchalar darajaga kuchli ekanligini ifodalashini bilmaydi. Aslini olganda bu juda kuchli fikr. Lekin hamma odam ham bir xil emas. Ko'pchilik siyosatchilar va mansabdorlar bu darajada o'z harakatlari uchun shaxsiy javobgarlikni his qilmaydi. Chunki lavozimda o'tirgan ko'pchilik o'zini vakolatini, xalq oldida bo'lgan xizmatini, to'liq javobgarligini o'z bo'yniga ola olmaydi degan tushuncha bo'lishi mumkin edi. Lekin Rasul Kusherbayev bu masalani doim ichki nazorat mexanizmi sifatida ishlatayotgani psixologik jihatdan ham, axloqiy jihatdan ham yetuk belgisidir. Bu yerda aytib o'tilgan ikkinchi fikr ham juda ham o'xshash. Umuman olganda Rasul Kusherbayevning har bir fikri, har bir harakati faqatgina xalq va O'zbekistonning manfaati uchun. Bu narsani unutmash kerak. Ya'ni konstitutsiyamizning ustuvorligi, hayot tarzimizning farovonligi. Umuman olganda qonun ustuvorligi va konstitutsiya ruhini himoya qilish. U renovatsiya qonuni misolida konstitutsiyadagi xususiy mulk huquqining ustuvorligini ochiq tanqid qilib chiqdi. Bu aslini olganda juda ham muhim masala. Chunki qonun konstitutsiyaga zid bo'lmashi kerak. Bu har bir huquqiy davlatning asosiy prinsipi. Uchinchi aytib o'tilgan fikrlar esa maddohlik va qullik psixologiyasini ochiq tanqid qilish. Professorlar, ziyolilar va deputatlar orasidagi yuqoridan topshiriqlar bo'lsa, qoralashga rozi bo'lish holatini misol keltirib, bu jamiyat uchun katta muammo ekanligini aytib o'tdi. Aslini olganda bu haqiqatdan ham og'riqli, lekin ochiq gapirish kerak bo'lgan mavzu edi. To'rtinchi aytib o'tilgan muhim joylari shundan iborat edi. Muxolif fikr va konstruktiv tanqid. U muxolifatni terrorizm deb emas, balki tizimning xatolarini ko'rsatuvchi zarur mexanizm deb hisoblaydi. Bu fikrlar aslida yetuk siyosiy madaniyat to'g'risida gapiradi. Ochiq qilib aytganda shunday. Lekin har bir narsani kuchli urg'u beradigan joyi bo'lgani juda ham yaxshi. Ammo bu joylarni salbiy tomonlari va tanqidiy nuqtalarini ham aytib o'tishimiz kerak. Adolat uchun aytish kerakki, ba'zi joylarda u kishining pozitsiyasi idealistik tus oladi. Masalan, renovatsiya qonuni haqida gapirganda, avariya holatidagi uylarda yashovchi ko'pchilik fuqarolarning manfaati bilan bitta, fuqaroning mulk huquqi o'rtasidagi murakkab muvozanatni yetarlicha chuqur ochmaydi. Hayotda ba'zan umumiy manfaat shaxsiy manfaatdan ustun qo'llanishi mumkin. Lekin bu faqat qat'iy huquqiy tartibda va adolatli kompensatsiya bilan bo'lishi kerak. Yana bir nuqta. U tizimning deyarli barcha muammolarini qullik psixologiyasi va sovet merosiga bog'lab qo'ydi. Bu qism juda ham to'g'ri. Lekin bugungi muammolarning hammasi ham faqat bitta o'tmishdagi meros emas. Hozirgi qarorlar va institutsional zaifliklar ham muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, uning ba'zi chiqishlarida populistik elementlar seziladi. Murakkab masalalarni oddiy va keskin gaplar bilan ifodalashi jamoatchilikni juda ham tez qiziqtiradi.
lekin real yechim taklif qilishda yetarli chuqurlik yetishmay qolishi mumkin. Jamoatchilik uchun eng muhim joylari shulardan iborat. Aslini olganda, parlamentning haqiqiy rolini kuchaytirish kerak. Hozirgi holatda u qo'l ko'taradigan organga aylanganini tan olish kerak. Sud hokimiyatining mustaqilligi eng muhim masala. Sud mustaqil bo'lmasa, qonun ustuvorligi bo'lmaydi. Ochiqlik va shaffoflik esa korrupsiyaga qarshi kurashning eng kuchli qurolidir. Hujjatlarning yashirinligi korrupsiya xavfini oshiradi. 4-si esa Z avlod kuzatib turibdi. Bu juda ham to'g'ri fikr. Yoshlar endi eski sxemalarni qabul qilishni istamaydi. Va 5-chi muhim aytib o'tilgan jihatlari har bir mansabdor o'z harakati uchun shaxsiy javobgarligini his qilishi kerak. Bu jamiyat o'zgarishining boshlanishini bildiradi. Xulosa qilib aytaman. Rasul Kusherbayev tizim ichida turib, eng murakkab holatlarda ham muammolarni aytib chiqishga jur'at qilgan yagona inson bo'lib qolmoqda. Uning eng kuchli tomonlari vijdon va ochiqlik. Zaif tomoni esa ba'zan idealizm va murakkab masalalarni soddalashtirib yuborishi. Umuman olganda bu mening shaxsiy fikrim. Yuqori hurmat va ehtirom bilan. Bu borada fikringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Lekin umumiy olganda Rasul Kusherbayevning o'sha intervyusi jamoatchilik uchun juda ham foydali. Chunki u og'riqli mavzularni yashirmaydi. Holatlarni ochiq muhokamaga qo'yadi. Umuman olganda barcha demokratik davlatlarda muammoni olib chiqadigan odamlar bor va ularni yashiradigan odamlar ham yo'q emas. Shuning uchun azizlar, agarda siz yurtingizni, xalqingizni, vataningizni, davlatingizni sevsangiz, holatga real adekvat tarzda qarashingizni so'rab qolaman. Agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosing. Fikringizni kommentariya tagida qoldiring. Qolaversa, ushbu videoni do'stingiz bilan ulashib qo'ying. Sizlar bilan esa kelgusi dasturda ko'rishguncha salomat bo'linglar.